Assalomu alaykum azizlarim. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Yoshim 26 da. O'qiganman. Ma'lumotim oliy. Ikkita o'g'lim, erim, uy-joyim, xullas hammasi bor Xudoga shukr. Qaynona qaynotamdan alohida yashaymiz. Juda ko'p qiyinchilik ko'rganman. Sevganimga turmushga chiqqanman. Ota-onam boshida qarshi edi, lekin hozir kuyovlarini o'tkazgani joy topolmaydi. Erimning ota-onasi ham qarshi bo'lgan. Buni jahlini mendan olgani, keyin esa eng yaxshi kelini o'zim bo'ldim. Maqtanayotganim yo'q. Hammasi osonlikcha bo'lmagan. Hayotdan to'ygan paytlarim ham ko'p bo'lgan. Chidolmay oyimga borsam, men qo'lingdan ushlab borib beruvdim. Kechir bolam deb jahlimni chiqarardi. Bu orada kasal ham bo'ldim. Erim esa ish bilan poytaxtga ketishi kerak bo'ldi. 6 oyga. Boshida rosa yig'ladim, bormang, keting dedim. O'zim joylashib keyin ketaman deb ketdi. Ishga ham kiritishmadi. Erim ketgandan 1 oy zo'rg'a chidadim. Axiri bo'lmadi. O'g'limni qo'sh ko'ronim bilan olib ketdim. Qaynota qaynonamlar norozi bo'lishdi. Axir xizmatkordan ayrilish oson emas-da. Evaziga hech narsa so'ramay, hatto haq-huquqi bo'lmagan xizmatkordan. O'g'limni oyimga tashlab ishga kirdim. Yana katta joyga erimni tanigan bittasi odamgarchilik qildi. Xullas qiynaldim. O'g'limni oyda bir ko'rardim. O'zim akamlarnikida yashadim. Erim olisda, o'g'lim yonimdamas. Faqat ish bilan ovundim. Kech 7-8 gacha ishlagan paytlarim bo'ldi. Ko'p yig'lardim. Akam bechora ko'p yordam berdi. Yangam choy ovqatimni tayyorlab o'tirardi. Akam oyimga qo'ng'iroq qilib telefonda o'g'lim bilan gaplashtirib kayfiyatimni ko'tarardi. O'zim qo'ng'iroq qilmasdim. Bog'chaga beraylik dedi yangam, olib kel o'g'lingni. Yo'q dedim. Axir kun sovuq, men ishdaman. 5-6 oycha chidasam katta bo'lib qolar dedim. Erim qo'ng'iroq qilib turdi. Hammasini sekundgacha hisobot topshirardim. Boshida ishimni kerakmas dedi, keyin mayli dedi. Uydan ketganimda akam gaplashdi. 6 oy ham o'tdi, erim keldi. Alohida uy oldik, o'g'limni olib keldik. Erim tez-tez poytaxtga borib turdi. Ishxonaga bitta bola keldi. Uning ustidan men qarardim. Xullas u meni yoqtirgan, sovg'a berdi bayramda. Lekin yoshi kichik bo'lgani uchun hurmat yuzasidan oldim. Erimga ham ko'rsatdim. U kuldi, yoqtirib qolganmikan, kichkina dema dedi. Vaqt o'tdi. U ishda menga boshqacha gapirib boshladi. Kutilmaganda sevishganlar kunida qo'ng'iroq qilib ish yuzasidan bir narsani berib qo'ymoqchiligini aytdi. Kech bo'lgandi. Soat 7. Erim bilan aylanmoqchi bo'lib turuvdik. Erim kutib turaman, tez kel dedi. Borsam sovuqqa qotgan. Qog'ozlarni olib ketmoqchi bo'lsam birga ovqatlanaylik dedi. Qotib qoldim. Qo'rqib ketdim. Nimaga debman anqovdek. Yuzimga tik qarab sizni sevaman dedi. Kulaverib ichagim uzildi. Rangi bir ahvol. Jinnimisan? Axir men oilali bo'lsam dedim. Men shaxsiy hayotim haqida hech kimga unchalik gapirmasdim. Va u bola 6 oygina bo'luvdi ishga kelganiga. U bilmasgan. Yolg'on gapiryapsiz. Katta ekanligingizni bilaman. Lekin nima qilay dedi. Axir qo'limda uzuk bor-ku, qaramaysanmi? Desam naqshli bo'ladimi deydi. Ustidan rosa kulibman. Meni bitta bolam bor desam ham umuman ishonmaydi. Yuring, erim kutib turibdi. Tanishtiraman dedim. Yo'q dedi. Erimga aytmoqchi bo'luvdim, gapirtirmadi. Kunimiz ajoyib o'tib uyga kelsam telefonim jiringlab qoldi. Yana u endi hayron bo'ldim. Axir soat 12 edi. Nima edi desam senga ishonmadim. Eringmas yigitingdir, uzuk ham yolg'ondir deydi. Qizlardan ko'p aldanibsan-da bolakay deb rosa kuldim. Hamkasb emas, xuddi tanishimdek gapira boshladim. Surishtir imkoning bor dedim. Keyin ishdan ketasan, bunaqa gaplardan keyin dedim. Chunki menga qarashli bo'limda edi-da. Keyin ertasiga ishga borib uni ko'rsam qiziq bo'lib qoldim. Doim ko'rib turgandan so'ng uni o'ylay boshladim. Chiroyli, o'ziga qarab yuradi. Sodda va gaplari. Surishtirdim. Kechiring deb SMS yozibdi.
Keyin mayli deb qo'ydim. Bir hafta ta'til oldim. Ishga qaytgan paytim yana uni o'ylay boshladim. Kunda ko'raveribmi, aytgan gapimni bilmadim. Bir-birimizni hurmat qilardik. Endi sensirab boshladik. U bir kuni yana gap ochdi. Ering qanaqa dedi? Nimaga so'rayapsan? Ishing nima desam? Baxtli ekan dedi-da. Hasad qilyapsanmi? Tuz yala iching yonsa dedim xullas. U bir gap desa men dilini og'ritadigan gap aytaverardim. Bir kuni kichkinaligida qattiq kasal bo'lganini, hayotga qayta kelganini aytib qoldi. Bekor qaytibsan deb yuruvdim. Nima balo mendan shuncha nafratlanasanmi deb yuzimga jiddiy qaradi. Qaltirab ketdim. Ko'zlari chiroyli edi. Ey Xudo dedim, o'zing asra. Keyin ish juda qiynalib ketdi. Bir-birimizni ko'rmagan paytlar bo'ldi. Bir kuni erim bilan ovqatlanib o'tirsam SMS keldi. Telefonimga o'qisam gaplari hamon esimda. Taqdir hazilimi yo Xudoni menga bergan sinovimi? Qancha og'ir gaplaringni eshitsam ham, qo'pol muomalangni ko'rsam ham sensiz yasholmasam kerak. Nega sevganim? Oilali o'zimdan katta. Har kuni eringdan seni qizg'anib yashayman deb yozgan. Erim yuzimga tikilib o'tirib nima bo'ldi? Oqarib ketding-ku dedi. Kim dedi indamadim. Telefonni o'chirib qo'ydim. Xudoga shukurki telefonimni tekshirmaydi. Keyin aytib beraman dedim. U gulini problemasimi dedi. Dugonam yigitini aytib ko'p gaplashib SMS yozishar. Ishga borsam uni izlay boshladim. Hamma yoqtirardi ishxonada uni. Shuning uchun so'rasam hech kim boshqacha o'ylamas. Tasavvur ham qilolmas kerakdi. Rosti o'rgandimmi yo yoqtirdimmi bilmadim gaplashgim kelardi. Dugonamga yorilsam indamay qarab o'tirdi. Keyin sevasanmi yo'qmi baribir natijasi yo'q dedi. Bir uchrashib ko'r, gaplash, ko'p gaplash, balki kamchiligi bilinar. Birga ovqatlandik. Juda g'alati ovqatlanib o'tirsam erim qo'ng'iroq qildi. Dabdurustdan jonim nima qilyapsan dedi. Ishlayapman dedim. Abid qilmaysanmi boraymi yo kelasanmi dedi. Ishxonasi yaqin. Qo'rqqanimdan ishtaham bo'g'ildi. Xuddi ko'rib turganday qo'rqib, ishxonada hamkasbim bilan abid qilmoqchimiz dedim. Ha, mayli dedi. U esa jilmayib qarab qo'ydi. Seni eringni ham havas qilaman, ham yomon ko'raman dedi. Ko'p qizlarni yig'latgandirman. Jazosiga shunaqa sevgi berdi Xudo dedi. Keyin chiroyli uzuk berdi. Taqib yurasanmi? Meni eslab dedi. Keyin bari uchun kechirim so'radi. Uzukni olmadim. Sen kasalsan, davolan. Mendan hech narsa kutma dedim. U kuldi. Sening hech narsang kerakmas. Ishimni yaxshi ko'raman. Ketmayman. Lekin birga ishlash qiyin bo'lyapti dedi. Keyin ajoyib gaplarni gapirdi. Xullas ishondim. U gaplarni menimcha yosh qizlarga babnuk bolalar gapirsa ishonadi.